bəxtide otluk toy. Bir gün bolğan muşu toy, qutluk toy. Yigit qızның bəxtide otluk toy. 30 oğul 9 qız şadlıq toy. Anna bəxt diləgən tatlıq toy. 30 oğul 9 qız şadlıq toy. Anna bəxt diləgən tatlıq toy. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Bir cüp yürək bağrıda. Volkan toyla mübarək. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Altın üzük yakut köz. Yaraşqan toy mübarək. Bugün bolğan muşu toy nazi toy. Ata ana qerindaş razi toy. Bugün bolğan muşu toy nazi toy. Ata ana qerindaş razi toy. Yigit eşek beşi çitilgan. Nəğmə navalərside sazi toy. Yigit eşek beşi çitilgan. Nəğmə navalərside sazi toy. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Bir cüp yürek bağrıda. Volkan toyla mübarək. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Ömrüdə bir çaxtıyğan. Çoban toyla mübarək. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Bir cüp yürək bağrıda. Volkan toyla mübarək. Mübarək toy mübarək. Sultan toyla mübarək. Altın üzük yakut köz. Yaraşqan toy mübarək. Mübarək toy mübarək. Toyuqlağa mübarək. Ömrüdə bir çaxtıyğan. Çoban toyğa mübarək. Mübarək toy mübarək. Sultan toyla mübarək. Bir cüp yürək bağrıda. Volkan toyla mübarək. Mübarək toy mübarək. Toyuqlarga mübarək. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله تعالى hemmelerden razı olsun. Bana hazırız 2 yaşınınki nikah murasını oturttuk. Allah Teala'nın hemmeyle soraylı, Allah Teala 2 yaşta uzun ömür berkar eylesin. Allah Subhanahu ve Teala birlikte yaşar, ömrünün ahırsıca kol tutuşup ötkenge Allah buyursun, nasip kılam olsun. Bana hazır merhum Abdullah'ın kızı Adile Biyadi Bakin, siz anlap kızsız kız, Kırgızistan kanun mutliyatının ki, kaziyatının ki, Kırgızistan'ın içinde nikah boyunca, mehre boyunca 20 bin son. 20 bin son bu mehri oldu. Aslında mehrini, nikahını okuştum burun, mehrini şu siz adilerini verişiniz gerekse bunun da siz, kuvvetli siz aga, siz kemik oldunuz, vekil oldunuz.
Kızımız merhum Abdullah kızı Adile. Ferhat oğlu Nimet'e ömürlük aile ulaşsa siz razısınız mı kız? Merhum Abdullah kızı Adile Ferhat oğlu Nimet'e ömürlük aile ulaşsa siz razısınız mı kız? Razı oldu. Razı oldu. Ferhat oğlu Nimet, merhum Abdullah kızı Adile'ni öz emrinizde aldınız mı? Hem de. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil alemin ve akibetil muttaqin ve salatu ve selamu ala hayr halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وكما قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Allah subhanahu ve ta'ala yaş ve uzun ömür bahtar edersin. Allah subhanahu ve ta'ala şükür ailenin bir ailelik versin. Daima yaş bir ailenin bulup daima birlikte yaşayıp ötkenke Allah nasip etsin buyursun. Rabbik bir rahmanda hayrul rahimin bi rahmetke ya erhamer rahimin. Nikah mübarek olsun.
soqsun yar yar ishki qo'sh yurak qadamla qutlug' to'ylar muborak mangu bir soqsun yar yar ishki qo'sh yurak hey hey chiborak to'ylar muborak mangu bir soqsun yar yar ishki qo'sh yurak hey hey chiborak to'ylar muborak mangu bir soqsun yar yar ishki qo'sh yurak naqsha usul soz bu keshga bakmas egilib salom bo'lsin untilmas naqsha usul soz bu keshga bakmas egilib salom bo'lsin untilmas yar yara edimiz tekshi hammamiz yosh kelinsiz dini yar yara salom kutimiz yar yara edimiz tekshi hammamiz yosh kelinsiz dini yar yara salom kutimiz hey hey chiborak to'ylar muborak mangu bir soqsun yar yar ishki qo'sh yurak hey hey chiborak to'ylar muborak mangu bir soqsun yar yar ishki qo'sh yurak
Assalamu alaykum, hürmetlik atılar. Assalamu alaykum, hürmetlik akılar. Hammanglarning basan qadamlar muborak bo'lsin. Mana bugun Qirg'iziston diyorida, Bishkek shahrida ajoyib bir xo'shallik. U bo'lsa, Jiroqni yaqinni tuqqanni o'z qilib, Aqdasxon atrofiga chiroyli beshimizni qo'shib, eng muhimi Uyg'ur millatimizga, jamoatimizga, xalqimizga bir oila qo'shib, demak, xalqimning sonini ko'paytirib chiroyli to'y boshlagan Ne'mat o'g'limiz bilan Adela qizimizning to'ylariga hammanglar xush kelibsizlar. Qarandi, hakla xatirjam bo'linglar, sizlar o'tiringlar. U 7 yil to'yning ustida yurmiz, hammani bilamiz aka. Qarandi, har ishning besh bismillah, bir Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, basar qadam oldi ko'rar kuningni. Bir haqiqat ömür hamon tugaydi. Shunga do'stlar, baholayli bugunni degan. Bugun Allah egamning amri bilan boshlangan to'ylar eng birinchi. Shuning uchun Alloh taolo egam mandaq yig'ilg'ayada mening etim chiqmasa bu sorun bekor degan. Marhamat, eng birinchi shu xosiyatli Qur'on o'qib, undan keyin to'yni davomlashtiramiz. Marhamat qilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Tilavet Kur'an, şerafet iman, Allah'ım bu okulungan Kur'an-ı Kerim'den hasıl bolgan savapını
bu şehirde ismi atalgan, atalmagan mümin erlerinin, mümin ayollarının ervaları ozan yetkizgin. Ya Rabbim, merhum Abdullah'nın ervaları ozan yetkizgin. Yatqa yalın cennetkin ya Rabbim, günahlarını köçürmüşün. Şu Abdullah'ını kağan, oğal kızlarga, nebirlerge, uruk tukallarga, Allah'ımızdan sabır cemil bagin. Bir rahmetke ya Erhamar Rahimin toyla mübarek olsun. Bugün muşu Nimet oğlumuzni müşkillerge yetkizgen atisi Parhat aka bir çavaq çip koysizlar toylar mübarek olsun deb bana oğul östegen Parhat aka. Endi şu bay idodadı baydan beri merhum şu Abdullah akımızın yo'qligini bilindimey. Şu Adile kızımızga atının orunda ata, akının orunda akı bolup bugün gün mana tikmi tik tuğan Fayzullah ağaynimizga bir çavaq çip koysizlar kıymetli mehmonlar. Toylar mübarek olsun Parhat aka, Fayzullah. Kelin köğüller mübarek olsun. İş kılıp şularning akıbet avat bolup nevre çevre evri körüşke Allah egen nesip kılsın. Qanday chiroyli dualarımızın dasturxonga aldık. Aldığımızdaki nasihatlarga beqinayli. Bugün acayip bir toy vaqtini men durust paydalanay. O'sha atalarımızning talablariga benen yaxshi bir chiroyli dudda tam bir skripka mana ravoblarimiz bilan bir chiroyli naqshlarimiz bilan to'ylarni boshlab olaydi. To'ylar muborak bo'lsin hammamizga marhamat qilin.
Ay rahmat. Bugungi to'yni armonlagan buğula, arzulagan buğula. Mushu buğulaning yaxshi bir tilak, yaxshi bir niyat, yaxshi bir duolar bilan bugungi to'yni boshlab ochamiz. Eng cho'ngi o'g'limiz tarafdan Azmat Hojim otimiz boshlaydi ekan. Qizimiz tarafdan Abaydullah Hojim, Osman Hojim otilar davomlashtirdi ekan. Mashaq chiqamizlar o'tirg'iya, shu yerda mikrofon berayim. Chiqimizmi? Kelinglarmiz. Voy kelinglar. Usuldan o'ynab kelamizlar texi. Qani Azmat Hojim bu'si. Siz Abaydullah Hojim bu'si-chi? Ha, bak ya mana. Osmancan Hojim bu'si. Osmancık abamısınız? Hürmetli şu bugün xazadanımızga, şu toyxanımızga nikah toyda hep otağan her bir jıraq yıqımdın kelgen aziz mehmallar. Bugün ben sizlerge şunu etişini baldır qalayman keyin bugün mana muşu nikah toyda jıraq yıqımdın kelgen aziz mehmallar bolup mu? Bishkek şehrinin etrafıdan kelgen, jıraq yıqımdın kelgen ve şuningdek Qo'shni Respublika Qozog'istondan kelgan aziz mehmonlar va Toshkentdan kelgan, shuningdek eng yiroq bo'lgan Yevropadagi Shvetsiya davlatidan kelgan Farruq hojimga va shuning atrofida kelgan birli mehmonlarga cho'ng minnatdorchiligimni bildiraman. Qimmatli vaqtlarini chiqarib, mana shu to'y deb turib kelgan har bir qadaminglarga Alloh cho'ng hasanatlar, cho'ng savoblar yozilgan bo'lsin. Allah razı olsun kelgan qadaminglarni. Mana ko'rib turibmizki, har bir semiyada bir o'g'il, bir qiz cho'ng bo'ladi ekan. Mana shularni ota-onalar voyaga yetkazib, cho'ng qilib, yaxshi to'ylarni niyat qilib, qizimni yaxshi yerga bersam, o'g'limni yaxshi yerdan olsam deb cho'ng niyatlar bilan shu bolalarning ko'ziga qarab cho'ng qiladi. Mana shu bugun bular nikah to'yiga mana har birimiz qatnashib o'tiribmiz. Bu har birimiz uchun nihoyat cho'ng savob. Bu nikah to'y deb kelgan har bir qadaminglarga Alloh cho'ng savoblar yozilgan bo'lsin. Musulmon har bir islom nimalari uchun, bu islom davlati uchun nikah to'yi eng cho'ng to'ylarning birisi. Shuning uchun har biringlarga cho'ng rahmatlar aytaman. Bugun bu to'yni boshlab o'tagan, sababchi bo'lgan aziz qarindoshlarimiz mana Farhat hojim, marhum Talat akamning o'g'li Farhat bilan qiz tarafdan Abaydullahning mana marhum inisining qizi nikohlashib o'tiribdi. Har biringlarga oq dasturxon silib, har biringlarning duosini elib, shu bolalarimizning kelajagi yaxshi bo'lsin, baxtli bo'lsin, ota-onalarga o'xshagan yaxshi odamlar bo'lsin deb niyat qilib, har biringlarni chaqirib duosini elishini niyat qilib vaqtdan silib o'tiribdi. Bularga cho'ng rahmatlar aytamiz. To'yinglarga muborak bo'lsin. Rabbat o'g'lim, to'ying muborak. Xudolar bir bilan isboq, baxtli bo'lsin. Qizlarimizning shu bugun nikoh qilgan, o'qilgan kundan boshlab tutishgan qo'lda uzilmasin, ta abadgacha, umrining oxirigacha bular isboq, baxtli, saodatli o'tsin. Yanındayız. Vallahi baxtli bo'lsin. Ota-onalarning kutgan murod maqsadiga yetadigan, yaxshi izzat obro'yli odamlarning havasi kelgidek yaxshi semiyalar bo'lsin. Bolalarimiz uchun, bolalarimizning baxt saodat uchun biz mesela yaxshi to'ylarni qilib, bolalarimizning cho'ng qilamiz. Alloh shu niyatlarimizga yetkazsin. Har bir xonadonda mesela yaxshi to'ylar bo'lsin. Mana bizning O'zbek xalqining bir maqolasi bor. Beshin to'ydan chiqmasin, topqining to'yga buyursin deydi. Har bir semiyada maslaq yaxshi to'ylar bo'lsin. Har biringlar bolalarning cho'ng qilib, orzu qilib topgan bolalarning rahatini ko'ringlar, davr-chavrlarning yaxshi to'ylarini ko'ringlar. Hammamizni Alloh shu to'ylarga yetkazsin. Aziz mehmonlar, mana bugun sizlarni deb yaxshi o'tasin deb mana o'zimizning Bishkek shahrining sazlarligini boshlab chaqirib o'tiribmiz. Bular sizlarga yaxshi so'zlarni chopirib, albatta sizlarni ko'ngillarni oldi. Shunga har biringlar e'tibor qilib, yaxshi o'tirishinglarni nasib tilayman.
E'tibarınlar için çok rahmet. Bana Assalamu alaikum hürmetli eyvallah. Mücadeleken, toyda gelgen kadınlarla rahmet ediniz. Abiyetinizden mükemmel. Azimet açıkım itip gitti. Şunun koşulup, 2 yaşındaki Ömer Vahit bir üdüp, şöyle bakın atanlar arasından gidip bir kız olup, oğlumuzun öyle oğul olup, onu kapıp Ömer Vahit ötü geçiyor. Kuday'dan telefonları. Şunlar yaşlı olsun, ömürlük olsun. Rahmet arkasınlara. Men anıldım degan mehmonlar qo'linglar boş bir chavoq chib qo'ysizlar. Cho'ngdadlarimiz shunday yaxshi tilaklarni aytdinglar. Endi sizlarga tilaydigan bir tilak, umr ishinglar uzoq bo'lsin. Ashin bugun navrmi yo chavrmi? Navra, chavra, avra, qavri ko'rishga Alloh egam nasib qilsin. Mana bir gap bor bizda, umbat qilsang gumbaz turg'izsa degan. Shuning uchun umidinglarni uzmanglar cho'ngda. 100 ga kiringlar Xudoyim bersin. Çevir nevirlerinin uçumunu soğuşqa Allah egam nesip qilsin. Şu ballarımız bəxtli olsa biz bəxtlik. Her bir ata-ana ballar aşı yaxşı toylarını qilib, yaxşı semiya qurub bəxtli olsa ata-analar bəxtli boludu. Ata-analarning bəxti şu ballarning yaxşı semiya, yaxşı yaşashıga bağlıq oldu. Şunun için ballarımızga biz her qachon bəxt saodat tilaymiz. Bizga ata-analarga o'xshagan yaxshi odamlar bo'lib chiqsin. Rahmet. Hazır çoğunda sizden bir so'rab baksam, kichik ham chiqib bo'lamdi. Yoshlar. Uydagi onamiz bilan qancha yil uy tutdingiz? Ananız bilan 50 yildan o'shiq uy tutdik. Ey chavoq chib qo'yinglar, 50 yil. Mana cho'ngdadlarimiz. Hazır mana Meşet Luboy bu olurdu bizi sorsam 40, 50 yil, 60 yil uy tutganlar. Hazır yoshlarni anglaymiz. Bir yoqdan o'linibdi, Xudoyim saqlasin, bir yoqdan ajrashibdi degan. Allah egam saqlasin shunday statistikadan. Sizlarning yo'linglarni bersin. Sizlar o'xshash 50 yillik, 60 yillik mashta uy tutgan bir bovay og'rib yitqapti. Shuninglar momiyin chaqirib, "Ey, mening og'rig'im ig'ir. Mening bu dunyo qaraganda u dunyo qarishim jihu ketbardi. Men o'lib ketsam, tövendeki Ahmet'e egi tegib al. Al göç satıdı, ballarını bakıdı aşı. Dese, mamay Türk edip, "Biya etkenlerek diken basımız diken, ben onundan tövenerek erken bilen keliş olgan dikidek." Şunun için sizler oxşar, mamay, bu ay bab kerişka Allah egem nesip kılsın. Bir çavaq çep konular, usul oynamızlar? Oynamamızlar? Rahmet anası, otasanlar boldu qani. Rahmet. Güleşke şak düşmandı Adıma biz için uluk bir insan Beşke şairler bunu yazmaydı Adıma dünyada uluk bir insan Beşka şairler onu yazmaydı
qiynaýdy. Ägerde ataňy hürmetlimsan, bir güni vicdanım seni soraydı. Bir güni vicdanım seni qiynaýdy. Düşengenler boz çavak çıkıp koyuyorlar. Ben düşendim Uygur'un sözünü, naqsını degen. Şunun ben bugün yanı bir kichkinan, sizlarga sal kichkin bir yengillik olsun deb, asasen hürmetlik молодежь, sizlarga Uygur'umның tarixini unutmanglar. Biz 5000 yıllık tarixlik millet. Ziyalarımızı unutmanglar. Bizning şu ömürde, hayatta, tarixte iz koygan ziyalar. Halk üçün, millet üçün. Şunun üçün hazır men endi çoğunla sizlerge bu oyunga bulmaydı. Çünkü sizler bilisizler. Men kichkinamuş Bishkekning yaşlarının bizning tarixning bilimi qanchalik ekanligini ko'rib baqsaq degan o'yda. Hozir men ekranga nazar audirayli. Yoshlar qo'yasan bo'ladi. Mushu kim? Kimden birdi? Kim o? Yusuf Hasaçık dedi bir. Kim o bu? Ya yaşlar depeklara kol götürüp bıraksınlar. Есть кто-то? Руку поднимите и скажет. Yaşlar. Ha? Oy, Mahmud Qashqari çavaq çıkıp koyanlar. Mahmud kamla aran tondunla qağallarını qadan tonasılar. Tak. Yanı birisi. Qaysi şehir? Ha? Qashqan bilisizlarga. Keyingisi. Kim o? Oy, çavaq çıkıp koyanlar. Sadir palvan deydi. Öz bir palvanga o'rnida tur qo'yg'ina. Ma Sadirning avlodi uyg'onaroq bir çavaq çıkıp koyanlar. Çiçinlağıcan oşa giderken Sadir çıktılar ekan. Ha? Bu kim? Kim o? Ahmetcan Qasimi. Oy, Ahmetcan bilan yaqin tanışgan bizim. Kim? Lutful Mutalib bana akamga çavaq çıkıp qo'ygan. Ya'ni cho'nglar, yoshlar demayotdi. Lutful Mutalib. Keyingisi. Tak mushu to'ngan yoshlarga yanchig'imda 1000 so'm bor, abey. Maydilga berib bitmasdi. Kim? Ha? Tursun'daki ya emas. Ben size bir podskaz gibi. İlahım kökgöz ay çavaq çıkıp qo'yanlar, hurmatli mehmonlar. Bunu aklarımız İlahım kökgöz degan jiq naqshlarning avtori. Keyingisi. Nima kartina bu? Ha? Layli Majnun. Voy aka. Kim o? Ey, g'erib sanam go, g'erib bilan sanam. Молодежь, g'erib sanam degan bizningki istoriyada, ну примерно Ромео и Джульетта. Не примерно, а вот o'xshash. Дальше. Qaysi asbob? Nima uchun mushu asbobni o'ylab chiqqan? Kim depirdi? Az biz to'ylarni chaqirib yuribmiz mushunlar. Ha? To'ylarga chaqirdiganga, yo'q aka. Kim o azan qishqirdigan degan? Azan qishqirdiganqa deb. Mana tarix. Ama hurmatli akalar, buni Karnayni o'z vaqtida bizningki ota-bobolarimiz bizlar bilsa tarixda ko'p jangga chiqqan, so'qish boshlangan vaqtida mushuni chaqganda butkul erlar so'qishganda deb o'rnidan turadi ekan. Boshni bilib qo'yinglar. Çavaqcha qo'yamsizlar mana. Ya'ni-chi, kim mushu asbobni hammasini depiralaydi? Asboblarni. Hammasini yetini topganlar bormi? Молодежь, biringlar dalilamsizlar. Ablatka birmas deding o'san. Ha? Ablatka men chiyishiga biroq yetini unutib qolma dedi. O'tirdagi instrumentning eti, посмотрите он сверху. Ko'rdinglarmi? O'tirdagi instrumentning ustida qushning surati turdi.
Buni xushta deydi chavoqchi uytinglar, ana jondan bildigan xushta. Mana mashtaq tarixlarimizni bilgan yaxshi. Mashtaq otalarimizdan bizning mana mashtaq miros qolgan baydan bermamış atılan Davud ve bugünkü yaşlar senin yollarınlarını bersin. Xudayım bir sizlerden 60 yıllık, 70 yıllık aşı nimetler adıyla bir mengülük öpketsinde bir çavaklara çip koyunlar hemen bir kişine. Razı olmalar istedim. Hani bilemse hemen çoğuladan da sorsam 50 yıl öğütüldüm de. Hazırki yaşlar metnimizden düzen alabilirsiniz. Любой bir işni öydeki ayağlarını sorap kılsa, dürüst be? Külüvadı da hasta. Uyanğanla hasta tepçi oturadı da özünü tutup. Любой bir işni ayağlarını sorasın lazım. Açtaq zaman hazır. Ama bunu çoğundanlarım, bunu boğula, üz vaxtıda bir kapaklı türgende ayağlı olsun. Öydü 10 bal olsun, cim durduğuna vaxtladı. Başa dəbeklara akılar, kaysınlar, bırınlar, dadanlasız üstelde oturattınlar. Dadanlasız kim tamak yaşta oturattı dəbeklara. Bundak yoktu bu. Ne degen strogi bu aylar olan. Biz öyünün içi cim. Az bırınlar öy girip, muş toydun kim bir dəbeklara. Asın nəpey balını oxutsa. Öğütlü bilim oldu. Çıkmak Allah'a değil. Rasman, başta bir atımızdan, anımızdan interview yaptı. Çoğapa 60 yıl öy tutuksuz çoğunlardan bile. Bir kettim yamanlamapsız. Kak eder. Dese çoğunatımız misafirim yedim. Kak. 60 yıl öy tuttum. Biz 60 yıl burun toy kılganda mandak restoran yok. Çoğunlardanlar beni bir çiğ çay bilerle yevagan. Әкетідіғанға ішкі ат білен кепті. Өзі бір қара атны мініп, кәйні бір ақ атны сөреп кепті. Мені ақ атны мінгізді. Кет барымыз. Бір екегенде еріқні атлаймадап, мәмінге ат тұтылыш кетуді атқы қара бір деді. Немді ауадыры кен дедім. Кет беріп, еліқі ат яны бір қетін тұтылыш кетуді атқы қара ішке деді. Үй екен кәген юған еріқ бәкен. Eşedi sekremede memminge yanı tutmuş gitmedi. Üçlükte yeniden yuva bıçağını çıkarıp memminge appak atını kek kızıl kanlı millep soyup betti közünce. Ben kotuldaş başladım. Nemi degen edemsiz? Kandak insan şundak mı çıkaylık atını soyup edemsiz? Üç tutlaşkanға deydim manga karab bör dedi. Gın kımay öy tutkiye otmadı. Hazır koltuğlar 3 dep qaytadan başqa birini urdular. Şundan üçün mana şundaq atılırım. Mana şundaq öy tutqan atılar. Biroq atılarning marsida atılar baka. Ötken daştaq yana bir atıdan sordum. Qancha yil öy tutdingiz desam 60 deydi. Oy yaxshi. Çoğunda bizga bir sekretni da bizmi yaşagandan keyin kichkina sizlarning yo'lingdan tutayli desam. Balam, hech bir sekret yo'q. Mamamlarning açığı kelganda eski tamning kayni öt gitme. Açığıdan yanlardan keyin tamda sakrab tushmay mana 60 yil yashab o'tmay deydi. Men dedim 60 yildan ichida qancha ketdim tamning kayni o'tdingiz desam 30 yil ömür mashada o'tib ketdi dedi. Mana atlarimiz. Shuning uchun baytni ber mana ko'ryapsizlar. Bizningki tarix dedik. Biz yomg'ir suratni ko'katmadik-ku. Akram, последний фотку покажи, пожалуйста. Yağmur suratini ko'katdim. Ona yağmur suratimizni nimishki men sizlarga ko'ksatay deganim, bu shuni kim bildi? Bilamsizlar kim u? Kim u? Почему профессор американский? Amerikadagi bizning Uyg'ur professor ismini bilamsizlar? Kim u? Olimjon deydi. Ya, Olimjonning aksi. Kim o? Shuhrat Mutalipov bir çavaqchi qo'llar hurmatli mehmonlar. Bu degan professor hozir danlarini haqiqiy bilmayman ekan, biroq bu akamizga yetib dunyodagi bir tal mashtaq professorimiz bu. Bizniki oramizdan chiqqan
Алматы шәһәре Ават пьесасында чыккан Шухрат Муталипов деген биздин эң атаклы профессорыбыз бу. Косактыки балыны кайры агырып түшкөн толтуруп, пак кыз кылып, баланы толтуруп аткан мана ушу акымыз бар. Чабак жеп койгонлар кымбаттуу меймандар. Бай айтып атады мана Швециядан кепти, Ташкенттен кепти меймандарыбыз. Hakikaten bizning millatimiz dunyoning qayerida yo'q. Ish qilib qayda bo'lsak aman bo'layli. Endi ashmening og'aylarimning talabiga binoan odamlar dunyoga baxt deb kelar. Baxtni aslida onalar bilar. Onaga farzandlik bor uchun o'tash ming yillar ibodat qilgan deydilar degan bizning uyda mashtab biz uchun duo qilayotgan onalarimiz aman bo'lsin. Maşta atalarımız aman olsun. Ata ana ölüp kanat kayrılsa, jığlar adem 2-3 yıl köp olsa, bilgin insan ömür boyu yaş döküp, öder kimki vatanından ayrılsa. Ben keyingi akşamda bay yetip qaytdımlar, Şvetsiyadan kelgan mana Faruk'a uylarimizda bo'ldik, Stockholmda. Biz de şunda karşı edip, çıraylık şunda meşreplerini kıldık. Şu Farkam'ın hürmetiga, yani ki şu Teşken, Kayakay'dan kelgan meymanlarning hürmetiga, keyingi naqshinizlarga urulab bergan bo'lsam. Mana. Hey turnular, asla kanat kalksa. İlip geldim mu? Mulluk sayrap melek sen. Avazında bozek elinin dedim o. Mulluk sayrap melek sen. Avazında Uygurum men dedim o. Yürgümde arman kaldı köydürüp. Göremem şu elini. Yürgümde arman kaldı köydürüp. Göremem şu elini. Göremem o vatanni. Rahmet. Hani adamlar tamakla çıkıyordu da ben tamak vakti sözgü bölmeyin çoğundadılarımız çakırıyordu da. Hazır Uygur tarihi tarih doğru söylep koydunuz. 5000 yıl emas, Uygurların tarihi 7000 yıldan çıkarı. Sebebi Xitayla baktığında dünyaya bizden tarihimiz 5000 yıl der. 5 icadımız var bizden deydi. Kağıt, miltik doğrusu, boyak, işpek dep başta baktığında. Bırak bizden 56 yılı Şinjan'ın bir medeniyet ekskursiyası Xotan'ı verip Xotan'ın Niye degen nahiyasiga bağında bir tuproqni açkan. Şu tuproqdan bir ölük çıkkan. Ölük çığdan oralgan. Şu çığdanın jipleri boyaqlangan ki. Elikini tekşirgende Jungo Akademiyası şu. 7000 yıllık tarihi var demek. Bizim Uygurlarının tarihi Xitaylar bizim maqtangan boyaq Uygurlardan çıkan, kağız Uygurlardan çıkan. Xotan'da hemen neresi var. Elde bir neresi var dünyada. Bizim özümüzün memleketi boğalık için hazır vakitçince. Belki olan maqtını da. Kudayım burgan olsa bir günü bizim tarihimiz dünyaya en çok mukaddes bir neresi olup görünüp dünyada Uygur'un kimliğini bildi de bir şeyine rahmet.
Rahmat. Amin. Amin. Shuningga hammamiz bir duo qilaylik. Qani endi buni eng yaxshi to'st tomoqning ustida degan gaplar bor. Bugun hammalarning jamiyati jam chiroyli o'taganda men mana mashta Qirg'iziston diyoridagi butkul mana shu millatimning xalqimning g'amini yeb, xalqimningki xizmatini qilayotgan hurmatlik aklarimiz shu Qirg'iziston Cumhuriyetlik Uyg'urlar birlashmasining raisi Tursuntay aka sizni o'tirg'i chaqirib olay, bir chavoq chep qo'ysizlar, qimmatli mehmonlar. Bunda ish qilish o'ng'ay emas. Bir xalqning, bir millatning beshini qo'shish degan o'ng'ay emas. Shundaqla generalni Yigitbeshi Ömerjon akam billa chiqmagan bo'lsa, ham shu o'z maldagi Yigitbeshi Azimjon akalar billa chiqmagan bo'lsa da talab qildi. Marhamat qani. Qani marhamat, Ömerjon akamiz qayerda ekan? Assalamu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Bugun ayt ko'ngilli, chiroyli, yaxshi to'y bo'lib o'tdi. Mana boy Azimat akamlar hamma gapni deb, deyilgan gapni dedi. Shunday bo'lsa men qaytib qo'yay. Bu to'yga alayda bugun kunda mana deb o'tib ketdi. Jiroq yaqinda kelgan jiq mehmonlar bor. Bu bo'lsa o'sha bizning qo'shni mamlakat Olmutadan, Toshkentdan bizden hürmetli Faruk Khan mana Şveysa'dan kelib o'tiribdi. Onun sırtida mana bizden o'zimizning qarindishimiz Gollandiyadan kelgan mehmon o'tirdi mana. Bu mehmon alaydi mana bizden Zunun Kamning balachaqasi bilan bular urug' tuqqanki, Uyg'urning urf-odatini, Uyg'urning to'yini jiroq turib seg'ingan bo'lsanglar, mana bugungi kunda bizning to'yimiz mushtaq chiroyli o'tyapti jamoat bilan. Bizning mehrab inimiz Fukam bir hafta oldu ya, kelib ketdim dedin, şunu qaraganda biz seni aslında şu ko'chirib keldik o'xshaymiz. Sana o'xshash ini kerak bizga. Mana Bishkekdagi Uyg'urlarda o'zgarish, o'zan ko'rayotgansan, burun sazandini Olmutadan chaqirib keladi, mana o'zimizning sazanlarimiz Bishkekning sazanlari mana o'zimizda hozir bir top sazanlar cho'g'ilib saz chelyapti da, o'zan guvochi mana bizning alımca inimiz Xudoyim bergan inimiz bor. Mana sen bugün chiroyli mush to'ylarni guldek o'tkazyapsizlar. Shunga men nim demoqchi, mush ikki quda, ömürlük quda bo'linglar ukam. Farhat o'zimizning inisi, bu Abdullah inimiz rahmatlik, yaxshi insoniyati, yaxshi bolati, Xudoy taolo umri qisqa ekan, ketib qoldi. Shunga mana bolasi cho'ng bo'lib, mana otining o'rniga oti deb mana dasab turibdi. Senin dadağının yaşamağın ömrülen sana versin Allah Teala. Sizlerge ballağı versin. Bana şu apanı kolu kol putuğu put bulup şu anan yaş kılıp dadağından sizlerini ballağını perzendelen çoğun kılıp üylük uçakılık koydu. Şu apanı amin. Şunda analar cık olsun. Mesela analar boğanda millet jutmaydı. Mana analar cık boğanda ballağa yaxşı terbiye verirdi. Mana yaxşı terbiye ağam ballağına bugünkü mana aldığımız turuptu. Şuna koşaş. Şu 2 yaş. Bugün uyqurmaydigan yaşlar baxtli olsun. Ömür uzak olsun. Maşında jutqa qo'shiladigan, jutqa xizmat qiladigan insonlar bo'lishga Xudo men tilakdosh. Har biringlarga mush to'y muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bizim mehrab inimiz nayta so'zga usta. Bu baldan keyin gap qilishmi qiyin desak, Tursuntay hacım qag'inida bizga gap qilmayotdi. Shunda o'smish qiz deb qo'ymiz. Hozir bu birinchidan to'ylar muborak bo'lsin. Ballar baxtli bo'lsin. Alloh taolo shularga sog'lik farzandlarni bergan bo'lsin. Kelajakda mushlarni otalarga o'xshash, mana mana shunaqa urug' tuqqan, qo'ymi qirindosh, araqlarni yig'ib, mana shunaqa chiroyli restoranlarda to'ylarni qilsin. Shu to'ylarda o'tgan hammamizni Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Hozir hamda bizning maldan bo'lgan to'y uchun ikki qiz Tursuntay hacım deb ketdi. Dunyodan qaytib ketdi avariyada. Yusuf Chinkam xudisi nemisi xanatisi bir o'shqa ketib borib qaytib ketdi. Shundan keyin o'sha Fatima singlimiz mana hozir Fayzullam cho'ng'ilib, ota yo'lga to'lib mush to'ylarning ustida turibdi. Fatimaga rahmat. Fatima mana bizning mahallimizda aqllik, nayati qandaq deymiz bir yaxshi onalarning biri bo'lib chiqdi mana. Yana bir qator to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Tursuntay aka rahmat. Azimjon aka, cho'ng rahmat. Endi Farhatga mana bir gaplar borchu. Alloh egam
hech qachon yaxshini yomonga qo'shmaydi, yaxshini yaxshiga qo'shadi degan. Bugun ajoyib bir yaxshi ishga avlod qudilishibsizlar. Hozirni aytayotgan so'zlar qarab, Xudoyim bilsa, Adila qizimiz bugundan boshlab dada degan so'zni unutmaydigan qizingiz olsun. Aga, shu uyga singib ketsin qizimiz. Qiz bağan uyida baxtli bo'lma emas, bağa uyini baxtli qilma deb bordiga. Ilohim baxtli qilsin. Endi Fayzulloh kelsak, haqiqatan baytin bir maqtavatıdı. 5 balam ba demegin, 10 balam ba demegin. Faxrlanma balanga. İnsavını tiligin. İnsav yok, 10 balan kaldırdı uyatqa. İnsavba bir balan yetkizdi muratqa degan. Mana Fayzullam ish qilib, biz Farhod aka kichik demay, mana o'sha og'inimiz bilan bir qudlashib, qudi bo'lib, mangulik qudladim bo'linglar. Hozirgi bolalarga yani insof tilaydigan zaman hozir, haqiqatan. Başqa bir qalsun insof bo'lsa, ata-onani boshni ko'tarib Makkaga gapiradigan, mana shu so'zlarni tushundigan bolalardan bo'ldi. Endi buni tamoq vaqti sen so'zga bo'lmay, bunu aldığımızdaki tamoqlarga beqinayliqini. Onundan keyin hozir bir yana bir so'z navbatimiz bor. Men bir naqshidan keyin berib, onundan keyin shu so'z navbatini cho'nglarga beraman. Qani marhamat. İşleysen kuşal halime Tırtıkı emeği kuşetlerge Tırtıkı emeği kuşetlerge Emgekte bulup hem geldim Gönlümü alay eyledim Gönlümü alay Hicrimde yeter biten elge Bul mivet tadeyme Hicrimde Vatan edige Bul mivet daydeyme Bir hürmet bilan çavaq jib qo'yamiz mana akalarimiz bugun kunda to'ylandi deb Shvetsiyadan kelgan mana Shavkat kam chiqib kelyotdi. Shuhrat kam bu yoq kuyog'il bo'ldi Tek Farruh kamga. Mikrofon sizde merhamet kine. Assalomu alaykum va hurmatli aqla uqla. Hurmatli mushu Bishkek ahli. Sizlarga Shvetsiyadan cho'ng salomlarni olib keldim. Bishkek biz uchun bir aziz bir shaharlarning biri bo'lib qoldi. Bizning xalqimiz o'z vaqtida G'ujidan boshqa yerlardan ko'chib chiqib, mushu Pokrovka, Lebedenovka o'tirishib qolgan mushu Bishkekning ahli. Bularning bu Bishkek degan narsada biz ko'p narsani tushunamiz.
O'rcha aytganda Bishkek deb bo'lish uchun Bishkek. Chunki bu yerda bizniki eng ziyolilarimiz, ataqliq arboblarimiz mashada yashab, mashada ijod qilgan bir shahar. Uyg'ur xalqimizningki tarixini qaragan bo'lsak, mashada o'taqallarning hammasi shu tarixga cho'ng hassa qo'shgan insonlar o'tiribdi. Shulardan biri mana bizniki yaqin do'stimiz ham hurmatli akamiz Sobit Babajonov o'tiribdi. Assalomu alaykum. Bishkek qandaq ulug' odamlar o'tgan bu yerdan. Salohiddin Mahsum, Mijid Qori, Abliz Hoji va shunga o'xshash Umarjon aka, shunga o'xshash bir qancha ko'p zotlar o'tgan shahar. Shular mugilatgan shahar. Shularning mevasi bilan mana turibdi. Shularning bolalari, shularning navaralari mana shunda o'tiribdi. Nima degan chiroyli shahar, nima degan chiroyli zot, nima degan chiroyli xalq. Bizning xalqimiz beshidan shunchalik uzoq ketgani bilan hech vaqtda o'ziniki an'anasini unutmaydi. Mana bugun to'yda o'tiribmiz. To'y degan narsa nima? Bu xo'shallik. To'y degan narsa nima? Bu birlik. To'y degan narsa nima? Bizni hammamizni birga kelib, birga ko'rish degan narsa. Mana shuning uchun bugun to'y qilayotgan mushu oilaga Rabqat boshliq, mushu oilaga Farhodga chin qalbimdan rahmatlar aytaman. 2 yosh baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lgan nima? Baxt degan so'z ota-onasining duosini edish bu baxt. O'zining yaqinlarining yo'qlab, yaqinlarining xabar edish bu baxt. Bolalarini, xalqini so'yadigan odam qilib chiqarish bu baxt. Cho'nglarni hurmat qiladigan, kichiklarni izzat qiladigan insonlar qilib baxt. Yurtini so'yadigan, millatini so'yadigan insonlar chiqishi bu baxt. Shuning uchun bularga men baxt tilayman. Shu 2 yoshga, shu 2 yosh ota-onalarning duosini elib, ota-onalarniki xizmatini qilgan, o'zlariga o'xshash farzandlarni tepib, yurtiga xizmat qilgan sizga chin qalbimdan teblayman. Mana aramizda yurtlar o'tiribdi, mana o'zgarishlar bo'libdi. Shu munosabat bilan men yangidan shu ittifoqqa saylangan bizning an'anamiz davomlashaversin. Bizning an'anamiz, ota-bobolarimiz qandoq bo'lgan bo'lsa, shular to'ylarni qandoq o'tkazgan bo'lsa, shunda davomlashaversin. Bu qandoq chiroyli ishlar mana. Shuning uchun hammanglarga cho'ng rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Assalamu alaykum. Hurmatli muhtaram jamoat, barliq mush to'y kelgan barliq qarindoshlarga Allohning salami va rahmati bo'lsin. Amin. Ben Gollandiyadan 5000 Uyg'ur va cho'ng kichik endi. Shu Gollandiyadan barliq shu to'y ahli va barliq qarindoshlarga, Almutudagi barliq qarindoshlarga salom. Muhtaram. Men ham jiq gap qilmayman. Bu yoqda Tursun Hajim efendim bayqin söz qildi, mayinimiz söz qilyotdi. Mana qarindishimiz hozir bütün Almutudagi ahvolni bir qurib tushuntirib o'tdi. Men bir yo'mir deb beray. Qarindoshlar, qanday? Mau ikki dunyo urushda hammanglar bilisizlar. Bu Girman bilan Sovet ittifoqi urushgan ekan. Bir askar, bu Sovetning askari qichib ketibdi-da. Birisi bir bundoq yo'g'on ko'l ekan bizga. Ko'lning qishida qumush o'ri o'tibdi bir Uyg'ur. Qumush o'ri bo'lsa, eliq askar yugurib kaptida kelib, voy oqimdan Girman askarlari qo'g'layotdi. Meni bir möktirib qo'ysang degan ekan. Eliq o'rigan qumushning ostiga bunu möktirib qo'ydi ekan. Möktirib qo'ygandan keyin dedi, "Ey, seni mi tutib olmasa, nala? Sen mi mökib ol?" dedi. Bu ko'lga tushib, ko'lning qirida o't cho'plar chiqqanda, ashadi mundaq mökib beshini majidek chiqarib turdi ekanda, to'sayliq 3-4 Girmanning askarlari avtomatlar bilan kelib, bularning fitrida o'tib beshida qolib, kun issiq, ko'lni ko'riblar. Vay eliq askar qich ketibdi.
ben soğuk çömelip ketmeylim o dep. Kiyimlerini sağın turuptu da sağın toğandaki mağı kumuşunun astı ala soğuk çüse anı körü kalıdı da. O kumuşunun astıdaki orası asker bunun ismini sorup yaptık ya başta ismin ne merdi sen Haşim depti bu depti de hey Haşim idi suda Haşim suda depti de düşse o Haşim diye adam pak magoyunu karanlığa ben kumuşunun astığı möktürüp koysam a beni Haşim suda davatı da depti. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun bir chiroyli bir ehsonda o'tiribmiz. Mana qorakala kelib nikohlarni o'qib, 2 yoshga baxt tilab, Nig'matjon bilan Adilaga bularning umri uzoq bo'lsin, ishlariga rivojini bersin. Toshkentdagi barcha qarindoshlar hamma shu yerdagi qarindoshlarga salom aytib, o'zi bizning avlodimiz hamma shu yerda, katta amakilarim, dodalarim hamma shu yerda o'tgan o'zi. Allohim shu yerda o'tganlarni hamma o'tib ketganlarning yotgan joylari jannat qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu yerda o'tirgan katta yoshlar baxt iymonni, salomatligini kuchaytirib, yaxshi chiroyli 5 vaqt namozni kanda qilmasdan mana shaharda shuncha katta masjidlarni qurishdi mana. Davlat ham shu Qirg'izistonda shu dinga erkinlik berib, chiroyli ishlarni qilayotgan ekan, bu yoq ham bardavom bo'lsin. Chegaralar yopilmasin, Covidlar bo'lmasin. Allohim masjidda chiroyli to'ylarda yurishimizga nasib etsin. Xudo xolisa mana Olmutida ham to'yga to'y o'ylanardi. Mana yonimda turgan ukam o'g'lini uylantiryapti. Xudo xolisa bu yoqqa yana boshqa o'chitda turganlar bor, qo'lni ko'tarib turgan. Biz oldin faqat qiz uzatardik. Hozir endi faqat kelin olamiz xudo xolasa. Bu yoqqa ham hammasi hali futbolistlar bor, Moskvadan kelgan. Shularning to'ylariga bir niyat qilib qo'yaylik xudo xolasa. Shularning to'ylarida ham biz qatnashaylik. Amin. Allohim shu yerda qilayotgan ehson dargohida qabul bo'lsin. Bizani xolamiz endi 2 yildan beri yotibdi, yotgan joy umrlari uzoq bo'lsin. Kasallarga shifo bersin, bir duo qilib qo'yaylik. Xolamlar bosh-qosh bo'lib o'tgan to'y, shu to'yni ko'rdi, duosi qilyapti mana. Allohim masjidda o'tirganlarning hammasi o'zining niyatlari bor, shu niyatlarga yetsin. Alloh. Bo'ldimi? Rahmat. Tashkent so'zildi, Shvetsiya so'zildi, Gollandiya so'zildi, endi Olmutadan Shavkat Qaqar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun mana qarindoshimiz Farhat o'ziniki xoshallig'i bizni hammamizni sherik qilib, shu dasturxon yeb chiqib o'tiribdi hammamizni. Yaxshi tilaklar ko'p bo'ldi bugun. O'sha hamma tilaklar qo'shilamiz. Razbay parakam degandek baxt degan ko'p bo'ldi odamda-chu. Biroq u baxtlik mezgillarimiz. Yaxshi vaqtimizda qizni asamka deymiz, baxtlik bo'ladim deb oldik-a. O o'tib ketdi. Baliq bo'lsamka deydi, baliq topimiz, baxtlik bo'lamiz, onunla ko'nib ketdimiz. Mashina asamka, uy salsamka deymiz, umi bitdi. Lekin haqiqiy baxt shu umrni Allah razı bo'lgudek yashab, mangu umrda shu jannatda bilib bo'lish. Ota-onalarimiz bilan, buvilarimiz bilan, bolalarimiz bilan. Shuning uchun men bizning balamiz Nig'matga, rahbariga shu haqiqiy baxtga erishishni tilayman. Shu umrni ota-onasini do'rab, buvilarini do'rab, yaxshi odamlardan bo'lib, to'g'ri yo'llarda menib, cho'nglarni hurmatlab, din yo'lda, islom yo'lda ishni qilib, haqiqiy shu baxtli bo'lsin deb shu tilagim mening. Rahmat akalar, rahmat. Asta o'rinlaringlarga o'tasanglar bo'ladi. Rahmat. Mana bugungi kunda to'yni deb qaranglar. Xaritining barliq yerdan yig'ilibdi bu to'yga. Farhatga Fayzulloh muborak bo'lsin.
Ermacıka. Biz kaldık bugün dağda, biz kaldık bugün dağda. Ay böyle. Seher durup bullaksan, gariplangan şu ünge, gariplangan şu ünge. Şırak emra bulladur, seni oylagan tünge, seni oylagan tünge. Göz işim derya bulup, yıkılsam kızıl gülge, yıkılsam kızıl gülge. Yar derdi gemek avare, buldu yüreğim pare, buldu yüreğim Ay. pare. Rahmet. Rahmet. Oo. Neme degan buvayla. Üzem 100 yaş kirginim bilen, hastayak tayangıным bilen, u dunyadan qayt kelme, momay bos xava qilinglar degan buvaylar çavaqçı qo'yinglar açıqdadlarımızga. Bu haraqni endi kimga beramiz desa, dünyada Mongol degan bir millat bor ekan. Tag'da shunchalik endi yomonga ashlar, shular berbaqaylichu deb, haraqni shu bir stakanni quyitga bir Mongol ichib ketib qolib tashadi. Endi kimga beramiz desa, Yakut degan bir voqea O'risning ashu sever tarafda. İçtim olmaydigan shuni beraylik deb, ilqi Yakutga mastaqara qaraq qo'yib berdi, ichibdika ketib qolib tashadi. Endi kimga beramiz desa, mushu Olmutninki. Ashu yerkat taraf mangani Uyg'ur rayon degan bir yerda Uyg'urlar bor ekan. Shuni berib baqaylik deb toza shu traktor bilan poliyada ishlayotgan bir Uyg'urni yeniq kelib, "Ishchamsat bama" degidek. Ba deb yiqining gap qilmaylar, bir stakanni quyib turibdi, gupli urib, yana birini quyig'ina degidek. Ikki millat qet qolgan. Ikkinchisini ichib o'tib, "Xapolmaysizlar. Men ishlashim kerak." deb traktorni haydab tur ketib qopti. Yapoldiqlar hayron qopti, bu ishdim bo'lmadi-ku. Deyishigil bir vaqtida traktorning ichi bükküde o't chiqib ketdi. Elqlar yugurib yeniq basa, elqi Uyg'ur taloq chiqib ko'faykisini qiqyotgidek. Nima dedinglar menga? Desa, yapollar turib, 98%lik haraq verdik sana. Desa, Uyg'ur deb shu kikiriydim, ko'faykam o't ketdi degidek. Shuning uchun millatimga chavoqchi qo'yinglar, hurmatli mehmonlar. Xudoyim bersin, navir, chavir, abaydan beri iymon, insof deymiz. Hammamiz bilamiz, yani hozir mayli so'rasam hech kim qo'l ko'tarmaydi. Biroq jelezni bir 90%'lar ko'rdinglar. Hozir seriallar chiqib ketdi. Turklarning seriali bor, Süleyman Sultan degan. Shu Süleyman Sultanni 5 yoshga kirgan bola opasi bilan qarab o'tirib, "Apa, men uchun Xudoyim bersin cho'ng bo'lganda, ash sultonga o'xshash 5 xotinni olma" degidek. Opasi turib ketib, "Asang ol balam. Bir tegi ağına al. Bırak ulanın qaysisi bilan tursa desa, ilk balning aqlligini qaranglar, 5 yoshlik bola. Opasiga degidek, "Apa, men shu 5ning hech qaysi bilan turmayman. Men sening bilan turman. Sen men dunyoga kelding. Sen beqiyotsa, qiqiyotsa, yana japarimni tatsa, yana boqsa. Shuning uchun men sening bilan turman." Desa, ilk opasi ko'ziga yosh elib, "Voy balam, jinim balam. Allah'a qilgan duolarim bekor ketmabdi, jinim balam. İnsonga rahmat, sening insonga. Biroq bu 5 xotning kim bilan turdi? Dadam bilan tursin degidek. Divanda o'tirgan dadasi lekib turib, "Voy balam, insonga rahmat" degidek. Shuning uchun astaq iymonliq, insofliq bolalardan, navirlardan, chavirlardan ko'rishga Alloh egam nasib qilsin. Endi so'zimning oyog'ida dunyo tekshemas, biriya tuz, biriya o'y. Hayat tekşemez, biriye jığızera, biriye toy. Toğ desen içinde de demegenler desin. Bismil desen tişinde de yemegenler yesin. Eti ölüdüğandek ibadet kıl. Hiç ölmeydiğandek ticaret kıl. Yalıngaş geldik, yalıngaş kitimiz.
Bu bendi begen 3 günlük. Allah begen mengülük degen. Allah egem bugünkü muşu toylarını özü mübarek kılsın. Allah'ın emri bilen başlangan toylar bu. Qani endi Tursun aka dua qilmizmi? Endi Farhatka rahmet ma sen namıladın. Hemsi barlık mimarlığa Sayıp Xalla namıdın ili sen de koyamsa. Хотя бы спасибо скажи, брат. Нет. Азмат акам да қойсын. Ашкинла меше тұрып тұрыңламыз. Ha? Kim o? Ya talaşmаңlar, həmənlər yetidi. Kimge? Həmsi amin. Amin. Allahümme ekledim. Sakane ve şahilerde minel Mustafa'yla. Toy mübarek olsun. Toy düzüge toy olsun. Toylar iki yaş ittifak olsun. Balılık, kanlılık bulup atanısı hizmet kılan kupalardan bopçusun. Bir rahmet ki Allahu Ekber. Rahmet. Kıymetli. Mimarlar həmənlərin uyida maçda toyla bolsun. Endi biz asta bir muziklan qo'yib qo'yaylik, o'ynaymizdagi uchun mimarlar asta usulan o'ynab maqsanlar bo'ladi. G'amga mubtala buldum. G'amga mubtala buldum. O't yaqding yuragimga. Aşk bir qara buldum. Aşk bir qara buldum. Ayahu yarey gül yarey. Qayda sende gül barey. Ateş küzlük cananım. Cananım ey Allah ey. Vay vay gül yarey. Ay Allah ey. Can gül yarey. Vay ateş küzlük cananım.